Assalomu alaykum ustoz. Musulmon emas adam assalomu alaykum deb salom aytsa biz qanday javob berishimiz kerak? Javob uchun rahmat dedi. Assalomu alaykum degan Allohning tinchlig'i, berekasi sizga bo'lsin degan narsa. Agarda kafir adam musulmon emasga birinchi musulmonlar salom bermaydi, assalomu alaykum deydi. Salomatsizmi deydi. Aman bo'lungiz. Arvаңыз ana yaxshiroq tengishlarga. O'z negizi shu yaxshi emas. Tengirchi musulmon. Alар jönle bizning qirg'izlar bo'lgani bayaq islomni tushunmayotganlar qirg'izlar. Ani tengirchilarda atayin bir at qo'yib, ana atayin alarga bir ratlarni berib, tengirchilar mintib chiqib atata oladi o'zünçe bir jamoat qilbasdan, shunda ko'ngli bo'la qo'yish kerak. Shuni tenteklarda o'la qo'yish kerak bo'ldi. Anan egarda salom berganda o'shentib arvаңыз salomasiz, здравствуйте, пожалуйста qilib qo'yarsiz. Anan eğer alar salam berip qalsa, alar assalomu alaykum deb salam bermeydi. Eğer salam berip qalsa, alarga farqı yo'qdi. O'tkanda Putin'de va alaykum assalom dedi. Biri assalomu alaykum deb tatarlardan Putinga salam berdi va alaykum assalom dedi. Negizi o'sha Putinga assalomu alaykum deb aytish o'zi yaxshi emas, ha? Allah. Eğer alar assalomu alaykum deb qalsa, biz va alaykum ile deb qana qaytaramiz, ha? Va alaykumussalam deb etsem, balki va alaykum deb ele javob qaytaramiz inshaalloh.